beshinchi qism video qo'ygan. Archmaydi. Ashi oy ko'tarilyapti. Oy hali ittiribga yaqin, ne 3 futga bo'lsang bular. Yarim soatdan chiqadi. Yo'q. Hozir necha bo'lsa? Soatimiz 9 bo'lmagan. 9. 9. Ya 1 soatlardan keyin oy chiqadi. O'zimizga vora bo'lyapti. Oy ekan. 1 soatdan keyin to'yib chiqadi. Ko'tarilib kelyapti. O'rganayapti chekdi. Boy. Nima ekan? Afsuda to'g'ri. Absurdolar, anaqa. Oy chiqsa yorug' bo'lib qoladi. Yo'lshalik. Aqotmang mana ana bu. Ya, ot yorim. Paket. Yo'qan otasi. Kilo urmaydi ham-da. Ketdik davoy deganda kilo urmaydi. Tushda olay, uni olay, buni olay. Dam tappa tashlab qo'chaman. Naq qo'ymagandim, suravermayman. Ayni qara, ayni o'tdi. Ha, o'sha durma bilan qaraqanaga. Ustam. Usta qayda? Zingillab ketyapti. Qo'rqan. Bitta suyukladi. Joyiga turibdi. U biroda uyini istayapti. U aniq o'sha ikkita bor. Qimirlamayapti-ki. Ha? Qimirlamayapti. Yaxshilab ko'rdi. Manaqda kelayotgan mashin variga inib ketdimi deyman. Oy, kelayotgan vaqtimizda orqamizdan bitta mashin keldi. Ma. Bu motorlab ko'rinmadi. Ya, motor inib ketdi. Ha, uka qishlog'iga ketdi. Undan tashqari mashin kelayotdi. Ha, sizlar mana bu mashinga yo'l bergan vaqtlaring biz o'sha ko'ruvdim-da. Bu ham shaqqa inib ketgan ekan. Ha, chiqdi. Yo'q. Bitta mashin kelayotdi. Mashin ham shaqqa inib Orqada. Biz orqamizdan mashin keladi. Ha, bitta mashina yuruvdi. Nima mashin? Bilmayman, qandaydir mashin kelayotdi. Ana bunday yo'lga yo'qolib qoldi. U ham variga ingan ekanda. Lekin endi odam qiziq. Haqiqatdan ham qiziq. Yo'q, u shomalam yo'qoldi. Shamol to'xtatdimi? Yo'q. To'xta, umuman yo'qoldi. Yo to'xtadi, yo biz sezmayapmiz. Lekin shomal umuman yo'qoldi. Yo'q. Shamol yo'q. Qot burugdan o'tib sovuq Sovuq tushdi lekin ha. sovuq tushdi. Sovuqim bilingan. Temperaturani qo'rqqaningchi. Internet yo'q ko'rsatmay. Moshin ana Moshin Mana nima yoqib tursam o'chirib qo'y. Odam ko'zi. Ana ovqat yapti-ki. Ya, ana qiluv. Kerak emas. Qo'ysang nima yaxshi.